yo'ldan yaratib, onangni qornida suv to'ldirilgan qopning ichida tillo kumush bilan sotib olib bo'lmaydigan butun a'zoni men tekinga berdim, yaratdim. Onani qornida 9 oy 9 kun tarbiya qilib rizqingni berdim, to'rmuchchayni soqilib dunyoga keltirdim. Dunyoga kelishing bilan dadang bakalashga ko'tarib, "Ey qo'shni, sigiringiz bor edi, bolam tug'ildi, sut bering" deb chiqqani yo'q, kasha qidirib chiqqani yo'q. Onangni ko'ksidan oppoq sutni chiqarib sani nafsingni qondirib qo'ydim. Butun minerallarga ega bo'lgan to'yimlik ovqatni, rizqingni onangni ko'ksidan chiqarib qo'ydim. Onangni senga mehribon qildim, onangni senga qul qildim. Mardikor qildim, seni oq yuvdi, oq taradi, yedirdi, ichirdi. Qolaversa men ne'mat bilan siyladim. Nima uchun namoz o'qimading bandam? Senga nima yetmayotdi? Nima kamlik qildi desa nima deysiz? Ayting. Deysizmi? Deya olasizmi? Parvardigor huzurida ya. Qaysi vajiziyatda ishim ko'p